Akalar assalomu alaykum. Ana o'zimiz oq o'shamolidan bolalarni so'rayotganlarga 5 ta xo'roz bor ekan. Hammasi xo'roz. Hammasi oyoq qo'li uzun. Endi ozgina boqiladi. Endi orzu payti hozir. Uchinchisi toza ota-onasi toza 100 talik bo'ladi. O'zi ham shuning uchun 100 talik toza qoldi. Anasi layli ekan. Zo'ngina olib chiqdi. Ularni tovudi bo'ylab boqotdik-da, aka. Ularni tovudi bo'ylab boqotdik mana. Hammasi xolos. Xoros chiqib qoldi, yana hammasini tovudi bo'ylab yurdik bular. Shuning uchun unaqa 2 oy, 3 oyligicha ajratish qiyin-da bular. Mana shularni 100% tovudi yurilgan xorozlik. Bellaridan pat chiqqanda bilinib ketadi. Mana bashara tovuqni basharasi. Bir tovuqqa o'xshab katta bo'ldi. Lekin jo'jalar mana Cobalt orqasini bilasizlar, qanday olagan. Jo'jalar yiri chiqqan. Ular 4 oydan o'tdi, 5 oyga qarab kelib qoldi, xudo xolos. Kichkinasi. Kichkina partiyami bu? 4 oylik bo'ldi. 4 oylik ekan, ekan-da, 4 oylik bo'lgan. Katta partiyalarimiz bundan katta-da, bundan. Ha, bundan yiri.